Hammaga salom. Bugungi videoda PUBG'da narsalar beradi. Shuni olishni o'rgataman. Mana shunga kirsalaring, sizlarga o'ynaganlaring narsalarni beradi. Mana bunday qilib olsa bo'ladi bularni. Agar bilmaganlarga, agar bilganlar bildim deb yozmang. Mana bu nimalar beradi? Mana bunday qilsalar yo'q beradi. Mana undan keyin bu tomonga bunday qilib, keyin mana buni ustiga bosasizlar. Mana bu narsani ustiga bosasizlar. U sizlarda boshqacha tursa kerak. Xuddi shunaqa mana. Keyin mana shu yerga o'tkazasizlar. Xuddi mana shu joyga kirasizlar. Mana. Keyin mana yerdan o'tkazib chiqasizlar mana. Mana menga bir nima berdi. Ana shunday berasizlarga mana. Missiyalarni bajarasizlaring. Mana shu yerdan ham narsa olish mumkin. Mana. Keyin yana mana bu kolleksiyaga kirsalaring, bir nimalar beradi bunda ham. Keyin yana rasmlarni o'zgartirmoqchi bo'lsalaring, bunga kirsanglar bo'ladi. Mana. Mana shularga ham kirib chiqasizlar mana. Mana bu yerdan ham. Mana. Mana da ham bor. Mana unga ham kirsalaring, unda ham bir nima beradi. Mana o joyga kirib, mana kirgandan keyin mana bunga kirasizlar mana. Mana bu ham bir nima berish kerak mana. Keyin yana bunday o'tkazasizlar. Oxirga kirib mana da ham bir nimalar beradi. Mana tadbirlar degan joy bor. Ana shunga kirib mana kirganlaringdan keyin mana yerda olish degan narsa turadi. Nimalarnidir bajarsalaring. Mana menda bor. Mana bunaqa bor. Mana bunda Spiderman rasmini beradi. Missiya bajarasizlar. Bu bunaqa kiyimlar mana. Har xil ovozlar sotib olsa bo'ladi. Mana unaqa. Mana unda olishni bosasizlar kirib. Mana bu nimalar beradi bu ham. Mana. Bu buni narsalari. Ana shunga ham kirib turinglar. Bu nima deyapti? Mana. Bugungi videoda shular bo'ldi. Keyingi videoda do'stingiz bilan birga o'ynashni o'rgataman.
bu videodan 50 ta like kelsa, obunachi 20 ta kelsa o'rgataman. Bugungi videoda men Anvar bo'ldim.